Assalomu alaykum jigarlar, hamma yaxshimi? Sog' salomat yuribsizmi? AMK'ni yopishtirishni boshlayapmiz. Hozir to'pga tayyorlab surtimiz. Hamda yopishtirishni sizlarga ko'rsatamiz. Ketib qolish yo'q. Uteplenalar bo'ldik. Setka, kili, uteplena hammalari hamma yo'q tayyor bo'ldi. Mana gruntovka. Qarang, yana bitta narsasi, buni urvinga olganda bu AMK'mizning balandligi hozir ko'rsataman. 322 miksimiz bu. Buni mana bunday qilib yopishtiradi. Yana bitta narsa. Bambu setkasini kesmaysizlar, bu turadi joyida. Qanday bo'lsa mana shunday qolish kerak. Buni kesib tassalang, devor stena yorilib ketsa, bu yana treshini berib o'shaning uchun bu setkasini olmaysizlar. Потому что buni ustiga kirpich tushadi tag'ida. Bir-birini qarmab qoladi, moshni turadi. Leyimiz bitta aralashtirib olamiz. Keyin kilayni ham mana shunaqa tayyorlab olasizlar mana. Juda suyuq bas, juda qo'yiq bas. To'fkamiz qurish kerak. Yetcha ozgina kutamiz. Bir вопрос. Kirpichimizni mana bunaqasi ham shoflari tuz bo'lish kerak. Bundaqasi ham, bunaqasi ham tuz bo'lish kerak. Konkretno lazerga qo'yib keyin yasaysizlar. Yo'q, AMK'ni обязательно burchdan boshlanadi. Burchdan boshlab, qarab ketaveriladi. A потом второй qo'yiladi, второй ro'yat. Xo'sh, endi AMK'mizni mana bu qulog'ini kesib olamiz. Обычный строительный нож bor, o'shanda kesib olamiz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Kilay tortamiz. Voy yonim. Grebyonkani olib kel maqsadimda. Mana. Tomonlab chiqarilib ketsin. Grebyonkada sen bosib olasiz. Xo'sh.